Salom hammaga, sizlar bilan Abdulloh Oqbabov. Bugun OpenCase'da jinnisini qilamiz demoqchi edim, lekin bu video sal eskiroq. Nimaga eskiroq desanglar, o'tgan sezonda oxirgi OpenCase edi bu. Bu gatti ochilganida, chunki bu video o'rtada qolib ketib qoldi. Ishlar chiqib, ancha ishlar bilan band bo'lib, bu video chiqmay qoldi. Endi hozir shuni qo'yib olmasam, bu video qolib ketib qoladi. Qanday qilib oldim bu gatti degan savol tug'ilsa, Buldropga kirdim. Buldropdan ko'tardim. Ozgina yetmayotgandi. Bu gatti olishimizga garanti bor. Garantdan bu gattida jitronini sotib olib, o'zimizga OpenCase o'zimizga bu gatti tashib olishga harakat qilamiz. Boshqa PUBG profildan o'zim profilimga 3500 tadan boshladik. Hozir ko'taramiz, buni yaxshigina ko'tarib olib turib, 100 chiqarib olib, bu gattida ishini hal qilib qo'yamiz. Keyin o'sha sizlarga o'taveramiz. Ko'p narsa ketdi, PUBG'ga kirmay qo'ydim anchadan beri. Kirsam yangi superkarlar ketdi. Superkar emas, eskali dochka qo'shgan mashinalar ketdi. Keyin qanaqadir har xil narsalar ketdi. Hali sizlar bilan nima desa bo'ladi? Hali sizlar bilan hammasini bitta OpenCase qilib kelamiz. Mishordan yangi narsalar ketdi, har xil narsalar ketdi. Shuni o'zimga ham, sizlarga ham olamiz. Mana gap shu video chiqib olsin, bu video chiqqandan keyin yana to'xtatmasdan video qo'yamiz. Har kuni video bo'ladi endi bu yog'iga. Tak что uzalashib ketmanglar, aktiv bo'lsanglar bo'ladi уже. O'tgan videoda yaxshilab eshitganlar bo'lsa, Telegramga ham mana yozyapti. Уже odam ko'payib qoldi, qilamiz OpenCase navbatma-navbat. Bir kun unikini, bir kun bunikini, ertasi kuni boshqasiniki. Ronni 100 ushlab turaman o'zim. Men unga yozaman, u davay pul tashlaydi. Men shunday 100 so'm tashlab, arzon, 2 barobar arzon qilib, OpenCase'ni chiroyli qilib YouTube'ga joylab qo'yamiz. Hozircha yaxshi ketyapti. U 1300 ta 3000 ta berib yubordi mana, 5000 ta qilib yubordi. Yo'q, 3000 tadan 5000 ta qilib yubordi. Hozir bizga 3000 4000 bo'lsa, bir 4500 5000 ta UC'miz bor. Hozir bizning 4500 5000 ta UC'miz bor profilimizda, PUBG akkauntimizda. Bu yerdan ham agarda 3-4000 UC olsak, mabodoga 8000-9000 UC bemalol OpenCase'imizga, PUBG nomi bu gattida OpenCase'ga bemalol yetadi. Hali sizlar bilan sekin fraund ketguncha 6 ham qolamiz. Fraund agar 6 qilish ancha qiyin, uzalashmasanglar balki qo'ranimiz deyman. 8500 bu. 8500. 4500 taga 3120 UC berar ekan. 3120 kelar ekan. 8000 hozir bor pulimizga 3600 kelar ekan, lekin 6000 kelar ekan, lekin yaxshi. Agar bugun normal aktiv bo'lsanglar, bir kunda 100 ta likedan oshirsanglar, orqasidan kerak bo'lsa bitta yangi video tayyorlab tezda chiqaraveramiz. Kamida tezda 100 ta like bo'lsin bir kun ichida. Bir kun emas, pasti 10-12 soatda. Işte 100 ta like bo'lsa bo'ldi. Men keyingi videoga shuni start olaman. Keyin Telegramga o'tib qo'yasizlar. Telegramdan aktiv tushib qoldi, chunki anchadan beri aktiv bo'lmayapti. Men endi uyga keldim, anchadan beri boshqa Toshkentda edi. Toshkentda o'zimiz ishlarimiz bilan ancha qolib ketib qoldik. Mana uyga kelib endi OpenCase'larni ko'paytiramizda. Xo'p, 6700 ta bo'ldi. 8500 tadan sal tushirib qo'ydik. Endi bizga hozir maksimal 3000, 4000 larcha kerak bizga. 4,5 ta mana bulkoinni olib qo'ysak, 4,5 ta bulkoinga tegmasa bo'ldi.
Menimcha hozir sekin yechib olganimiz ham yaxshi deyman-da. G'alati azart kelyapti. 4700 ta ochib olamiz hozircha. Shunaqa olmasanglar 4800 so'qib ketdi. Shunaqa olmasanglar tezda bunda bo'lmaydi, bunisi ketib qolishi mumkin. 3.9 ga kiramiz. O'sha haligi qolgan pul bor-ku. Qolgan pulni o'ynaveramiz. Qolgan jetonda 958 ta ekan. Darvojani bitta ochishimizga yetadi. Endi chiqardi mana. Endi shu ko'rdinglarmi, kamdan olsam yeyapman, ko'proqdan olsam foyda kiryapman. Qarorchi mana keyin buldurovda qanaqadir muammolar olib qolib xxx bo'lib ketgan. Hammasini to'g'riladik. Hozircha adminlarga yozib boshqa qilib. Qarorchi 3 million o'tganlarimni qaranglar. Shuncha usiga chiqganman. Shuncha odamga open case'ni qilib berganman. Endi sizlarga ham bo'ladi sekin-sekin. Qarorchi bolalar 3.5 soldik. Buldurovdagi 3200 chiqardik. Endi bu yog'iga 8300 qo'ygan ozgina solib. Garantdan yetadi. Bir yarimgacha gap bo'lsa har qalayiga 8000 ga. Open case u yog'ini qo'yamiz. Bir plus ush qimmatlayapti. Bog'layni olib. Shunisi yomonda qizil bo'lishi. Yana tutorialga o't. Traktorga qo'yib. Voy, qimmat bu 2.5 mingda. Hozir 3 ta otishimizga ham yetmaydi-da bu. Ya, X beryapti. Oy, 500 samolyotga beryapti. 500 samolyot ketamikin? Omodan ketib Ya. Yana bitta beryapti mingta. Mingta deyman, 500 ta mingta bo'ldi hammasi bo'lib. Qaranglar, ya. Blin. Yetdi o'zimiz. Hozir yetmas ekan. Tez mana o'zimga Dior 7 dan o'zimga shunday podarka qilib olaman. Qarorchi podarka ham ketdi. Hozir o'zim akkauntimdan kiraman-da. Qarasizlarki, gapga olamiz. Ana hoyat. Yaqinda BMW keladi deyapti. Shu BMW kelsa konkursdan qilib beraman agarda zo'r qilib. Qarorchi hozir bu akkauntni ochib turibdi hozir. Alishamiz. Hop, tegmadi, yaxshi ochmabdi. O'zim olaman video qilib deb. Meni chaqirib sayfaqlar. Ketdi mana. Mana bismillah. Birinchi marta savoq kelishdim katta. Tadam. 45 plus beryapti. Tezda yoki men hisob qo'yamiz. Shunchaki harflarni yo'qotaman deb yozib ham qo'ydim. Mana sizlarga Bugatti, keyin Bugatti'da bo'yamiz hali. Qaranglar, birinchi superkarim shu bo'ldi. Bu yoqqa joylashtirib qo'yamiz. Tirs. O'zim mashinalar zo'r emas, lekin mana jinnicha mashina ham yomon tushib qolgan. Ismini Mirado. Endi bu ovozni qo'yib turamiz. Biz endi farqisi yo'q, biz Bugatti'miz bor. Qarorchi Dior berishga senga katta rahmat. Bugatti'ni olib berding, eplab. Ancha-muncha pul ketdi. Men sen bilan xayrlashamiz. Uch bolalar lakisdan chiqmasin. Bu
videoda 63 bor.